Assalomu alaykum ulkan og'alarim, ulkan abshalarim. Oldin bizda bunday video bo'lmagan. Bir abshamiz keldi mehnat besbarmoqqa. Ahvoli o'ta og'ir. Kuyovi qaytib bo'lib ketgan, uyi yo'q. Senesterma uyi yo'q. Balasi sudurgiga tez-tez tushib qoladi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz bunaqa mavzuda oldin video qo'ymagan edik. Opamiz sharoitlarini ko'rib qo'yishga majbur bo'ldik. Ham yo'q. Xo'jayin vafot etganlar. 4 yoshli ko'hli o'g'lim bor. Epilepsiya sindromiga chalingan. Masjid ichida yashab kelaman 6 oydan beri. Undan oldinlari ijarada yashaganman. Iltimoslardan qalbim. Narsamiz yo'q uyimizda. Bizning подписчикlarimiz o'ta mehrmonda absha. O'sha abshamizga qo'limizdan kelgancha yordam beraylik ulkan og'alarim. O'zim bostab bermasga. Hech narsamiz ham yo'q. Borar joyim yo'q. Otam bor, esimni kasalmanlar. Mana 3-4 kunda buzilsa biza ko'chada qolamiz. 4 yoshli ko'hli o'g'lim bilan. Iltimoslardan yordam beringlar. Iltimos so'rardim. Aziz obunachilarimiz qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Xudo xolisa 5 ming, 10 mingni ehson qila olmasalaringiz tarqatib yuboringlar. Layk bosib, iloji boricha ommaga chiqishga yordam bering. Ulkan og'alarim, abshamiz Qibray tumani Mayskiy ovulida turadi. O'sha ovulga kelib jardam qilsangizlar ham bo'ladi. Abshamizning buni karta raqami qo'yiladi. Qo'llaringizdan kelgancha ko'mak beringizlar ulkan og'alarim.